Assalomu alaykum. Febrlik kompaniyasining mahsulotlaridan buyurtmalar qilganman. Buyurtmalarim keldi. Qarang, nimalar zakaz urganman. Mana bu iSevul seriyasidan peeling gel. Bu haftaga 2 marta ishlatiladi, yuzga surtiladi va aylanma harakatlari bilan ishqalanadi. Yuzdagi o'lik hujayralarni, kir, mikroblarni chuqur tozalab beradi. Buni yuvib tashlagandan keyin yuzingizda ushlasangiz xuddi bir chaqaloq terisidagi mayin, chiroyli bo'ladi. Mana yuz parvarishi uchun Renovage seriyasidan krem nabor olganman. Bu naborimiz asosan 45-50 yoshli ayollar uchun mo'ljallangan. Bu yuzni ajinini chuqur ajinlarni ham tekislab, taranglashtirib, lifting qilib beradi. Bunda 5 ta foydali peptid bog'lari tarkibida mavjud. Buni juda ham foydali yuz parvarishi uchun, yuzimiz hujayralari uchun kerakli bo'lgan mahsulotlardan, tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan, yuz parvarishi uchun mo'ljallangan Renovage seriyasi. Renovage seriyasini asosan yuqorida aytib o'tdim, 45-50 yoshdan keyingi ayollarga tavsiya etiladi. Yuzni lifting qilib beradi, taranglashtiradi, ajinlarni tekislaydi. Yuzni tabiiy holatda kollagen ishlab chiqarishini, hujayralar kollagen ishlab chiqarishini rag'batlantiruvchi, yuzni har qanday muammolarini bartaraf etuvchi nabor hisoblanadi. Bu naborlarimizni yuz parvarishi nima uchun bizga kerak? Yuzimizni qanchalik parvarish qiladigan bo'lsak, shunchalik chiroyli bo'lib, o'zimizga estetik zavq beradi. Ikkita ko'ylak kiymang, bitta ko'ylak kiying, lekin yuzingizni uxot qiling, ya'ni yuzingizni parvarish qiling. Tasavvur qiling, chiroyli kiyimlarni kiyib yursangiz ham, lekin yuzingizda agar parvarish qilmagan bo'lsangiz, yuzingizda ajinlar bo'lsa, dog'lar bo'lsa, yoshingizga nisbatan qarri ko'rinsangiz, o'sha chiroyli qimmatbaho kiyimni ham kiygiz kelmaydi. Shu uchun ham ikkita ko'ylak olgandan ko'ra bitta ko'ylak oling. Bitta ko'ylakni puliga mana bunaqangi yuz parvarishi uchun krem naborlarini olishingizni tavsiya etaman. Krem naborlarimiz hech qanday yuzga zarar yetkazmaydi. Juda foydali, tabiiy yo'l bilan yuzni yoshartirish uchun muhim ahamiyatga ega. Renovage seriyasidan mana bu penka, ko'pik hisoblanadi. Bu bilan yuzni yuvib tashlaysiz. Yuzni yuvganingizda yuzingizdagi makiyaj qoldiqlarini, kirlarni, mikroblarni mana bu penka yuzni zo'r tozalab beruvchi narsa hisoblanadi. Bu yumshoqqina yuzingizni chiroyli bo'lishi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Demak, yuzni parvarish qilish birinchi penkadan, ya'ni ko'piklardan boshlangan ekan. Ko'pik bilan yuzni yuvamiz. Yuvib bo'lgandan keyin mana bu tonik hisoblanadi. Tonik bilan, paxtacha bilan, vatniy diskchalar bilan mana bu tonik bilan yuzimizda artib olamiz. Tonik qurib qolmasligi kerak, yuz nam holatda turishi kerak. Nam holatda turgandan keyin bu tonikni orqasidan kunduzgi krem surtiladi. Tonikni vazifasi nima? Tonikni vazifasi mana shu kremni yuzni hujayralarini orasiga olib kirish. Yuzda 7 qavati 7 qavatdan iborat bo'lgan hujayralar mavjud yuzimizda. Mana bu tonik kremni, kunduzgi kremni yuzni 7-qavatigacha, hujayralarni 7-qavatigacha kremni olib kirish vazifasini, ya'ni transport vazifasini bajaradi. Agar tonik bo'lmaganda edi, mana bu kremlarimiz yuzimizga masalan 20-25% yuz hujayralari ichiga kiradi, lekin hammasi kirmaydi. Xuddi salafanga krem surtganday holatda bo'lib qoladi. Demak, bu kunduzgi krem ekan. Kunduzgi kremning vazifasi kun davomida yuzingizni tashqi muhitdan himoyalash, oziqlantirish, namlantirish,
barcha yuz hujayralari uchun kerakli bo'lgan vitamin, minerallarni, oqsillarni to'yintiruvchi hisoblanadi. Kunduzgi krem yuzimizni chiroyli bo'lishi uchun juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan krem hisoblanadi. Mana bunisi ko'z atrofi uchun krem. Bu ham juda ham muhim, sababi ko'z atrofi terisi 10 baravar yuzni boshqa qismdagi terilarga nisbatan 10 baravar yupqa bo'ladi. Shu uchun ham birinchi ko'z atrofiga ajin tushadi. Shu uchun ham nozik moddalardan tayyorlangan, tarkibi juda ham ajoyib hisoblangan ko'z atrofi kremi. Bu ko'z atrofi kremini ham nomsiz barmoqchamiz bilan, eng chiroyli tekis barmoqchamiz bilan, noziklik bilan, ehtiyotlik bilan ertalab ham, kechqurun ham ko'z atrofiga mana shu ko'z atrofi kremini surtib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Demak, men hozir sizlarga ko'rsatgan yuz parvarishi uchun yoshi kattaroq, yuzida ajini bor ayollar uchun krem nabor. Bu krem naborni sizga foyda berishiga 100% kafolat beraman. Shunaqangi mahsulotni arzon narxda olishni xohlasangiz, O'zbekistonni xohlagan joyda bo'lishingiz mumkin. Men sizga 100 gacha dostavka qilib yetkazib berishim mumkin va yana mana shu mahsulotlarni olganingiz uchun sovg'alarini ham olasiz. Ichki narxida, kompaniya belgilagan narxda mahsulotlarni olishni xohlasangiz, murojaat qiling lichkamga. Pastda telefon nomerimni ham qoldiraman.